Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Ölmekning ustiga tepmek degan shu, dedi Mira Qazi qo'lini havoda pulanglatib. Hukumat bilan irak tashkili bo'lamdi. Hazoran olmadiz deb soqini siypidi, mahalla imomi beshini langishdi. Uchillarga parija, tashlanmagan juva, shalvur, kiyiz, paypoq bilan purmi cho'riq kiyishib, putlarini ostiga bosqinicha masjid temiga yo'linib kunga qoqilib o'tirishgan yurt cho'nglari kundalik parangini boshlavatgan edi. Ulug'axonning uyiga o'g'ir tushgan kuni o'tirg'i chiqqan mahalla botirlarining atisidan boshlab hech ish bo'lmagandek o'z ishlari bilan bo'lib ketganiga mana 3 oydan oshdi. Odamlar yozgan arz, qilishgan cho'ng gaplarini tamoman unutishdi. Vaholanki tunugun Ziyoddin tutib ketilgan edi. Yana yangi botirlar paydo bo'ldi. Bu Mangbeginin ishi. Mangbegin oluşup tazi salaylı. G'o'jan g'arib sunaylı. Yo'q, bu Alibaytalning ishi. Muxtarbay Alibaytalni o'zi ichila o'y qashqaliq deb demasmi? Mana endi Ziyakni bog'lab ketdi. Tunugun qibladan ochiq shamol chiqqan kuni mahallaga qilish asqan ikki cherikni agashtirib, Alibaytalning burutliq chaparmini kirib keldida, Ziyoddinning uyi qaysi deb so'radi. Shu deyishdi shu yerda o'tirishgan qiziqchilikqa amroq dehqonlar o'rinlaridan turishib. Ikki dehqon ularni Ziyoddinning g'o'ruluq uyiga o'ylisiq boshlab keldi. Ziyak, hoy Ziyak! Beshiga oq kigiz qalpoq kiyib, tizig'i tushadigan qora pashmat ustidan oq pota bog'lab olgan Ziyoddin eshik oldida paydo bo'ldi. Uning soqollari o'sgan, qopiqi ishig'an, ko'zlari qizargan edi. U kichik qizini pashmatiga yo'gab ko'tarib olgan edi. U yoylarga cho'chib qaradi. Uyga kiringlar, uyga, dedi u huduqib. Sana chaqirqa chiqdik, shenga yomildi, dedi chaparman qo'ynidan purlashgan qog'ozni chiqarib. Hozirlamangsan, balani qo'ya. Nima deydi o'y buni? Xotonim o'lib ketgan. At 40 nazri berib olay. Balaliq ish bo'lsa-mu? Balaliq deysan-ku, dedi chaparman kulrang chapalliq, beliga tasma poti bog'lagan, putiga go'ja yo'gab, paxtali hay kiyib olgan yoylarni ko'rsatib. Monolar fuqib qolsa tanabing g'i. Uqtirib qo'y bo'liningga. Sen biz haq bo'lgandikin. Dolu so'zlama. Hozirli Mangbeginin o'ylisiga borsan, u yerda sana o'xshash 3-4 yil dan to'limigan galvonlardan 7-8 bor. Shular bilan bir qo'shaqqa ketilisan. 3-4 yilning nimasi o'y? Men har yili dan to'kyapman. Mening qarim yo'q. Men haydab operashinni bilaman. Ziyoddinning balini akirib qo'yish uchun g'o'rodan ingishib uyga mengvedi, chaparman uning murisidan tutib olib tartdi. Uyga emas, mayoqqa o'y galvon. Balini akirib qo'yay o'y. Azroil bo'lsam g'araz uxda. G'araz? Chaparman guralarini ko'ptirib yendik ishga yoyiq qaradi. Baq! Ziyoddin kayniga burilib bo'lgacha ikki cherik uning qo'llarini kayna qayirib, chiga orqam bilan jaynak beg'ishdan bog'lab oldi. Ziyoddinning qizi chirqirab yig'ladi. Uydan qaynonasi bilan bir yosh juvon yugurib chiqdi. Eg'ildan Bara bilan Dara ularga agishib, hamra qo'llariga ori kaltaklarni ilishib, yugurishib chiqishdi. Beliqut xazinasi. Ziyoddin ularning yoylarga tanglagan tayoqlarini gavdisi bilan to'rab, Tegmanglar, ballarim. Urmanglar, deb var qaradi. Yayla nayzilik miltiqlarini tanglaganicha Ziyoddin bog'langan orqanning uchini chaparmanga tutqizib, mahalning taskay tarafiga qarab mangdi. Ular Ziyoddinning balalari yaylarga etilib keldi.
Ular odamlarning tutib olgani qo'ymay, bir yoyning dumbisiga ori bilan birni soldi. Ayyo! Shalom soqolli hingangchish panoq yoyi tarini sal turgan holda ingrab nayzini bala qartib yugurdi. Shosini! U balaga nayzi urishiga bir chumoq uning beshiga tegdi. U santirilib ketdi va beshini tutib varqiradi. Shini shayrin! Yana bir yoyi qo'rqqandan osmonga qaratib o'q chiqardi. Mahalning ishlari hovushib ketdi. Qog'lar qoqildishib atrofni bir oldi. Odamlar uylaridan chiqib o'pir-to'pir bo'lishdi. Jimjit mahalla birdamdala qiqas, cho'qon, varqirash-jarqirash bilan vahim ichida qoldi. Ziyakning yanida birdamdala Muxtarboy paydo bo'ldi. U bir yoyni otdan tortib tushirib, qumg'i birni taptida, ondan ikki yoyning uzun miltiq nayzlarini tortib olib, g'azab bilan xirqiradi. Bu anangni sesiq to'ng'izlar! U Ziyovuddinni bo'shtib, yoy cheriklarga hurpaydi. Ha, berib aytish, yomon bo'lsa Olabaytalning o'zi kelsin. U Olabaytal bo'lsa men Qoraqovon. Yoylar ketdi. Butun mahalla andishiga cho'kdi. Muxtarboy qarigir etini minib chiqdi-da, "Xo'jamga aytaman" deb sharga qarab ravon bo'ldi. U ketgandan keyin Ziyovuddin uydan chiqdi. Canni olsam o oldiga baray. Men barmisam ular 10 bo'lib keladi. Abdul adash, ballarga qara. Avatma. O'ylidan chiqarma jumo. dedi u va Mingbegining ko'ziga qarab yurib ketdi. Mana bugun mahalladagi cho'ng-kichik hamma odam masjid oldiga to'plangan. Ularning ko'zi shimolga ketgan Mingbegi ko'zigining yo'lida. U yoqdan bir qora bo'ron keladigandak. Yana birlarining ko'zlari shahar yo'li g'arbga ketgan Harvo yo'lida. U yoqdan go'yo yangi bir quyosh chiqadigandek. Hocamning Olabaytalga chamita. Yatmay vo. Hocamning yatdi bo'lsa bu yerning xo'jayin tursa. Undaq degining bilan Olabaytal degan Jongjong bilan bir apyun chekadigan qashqoliqda. Jongjong dotay deganlar Shangdobanda qo'rqara. Shangdobandan yapınmı qo'qqida ko'midingmi? Bizning iliga yapın kelmidi. Neni baylarını xoin qilib zindonga tashlagan Shangdoban Olabaytalingda qo'rqatdimi? Nezarxon xo'jam kelsidi. Hekim ba xo'jamni tetiydi. Muxtarboy ochiq olamdikin tong. Açıqmay, dedi Miraqozi havoda qo'llarini pulanglatib. Shohliq begim xo'jamning yonchilarini boshqara olmay qolsalar, Muxtarboyning dadisi rahmati Osmon hojimga yolvuratdi. Murab hojim, Osmon hojimlarning dadillari G'alzatxon xo'jamlar bilan do'stga. 70-80 yil ilgari 80-300 begilik yerning dehqonlari qo'zg'ilib, Abdurasul begning peshini tutib, xonning sepiliga hujum qilgandimi, bizning hojimlarning dadillari kala deganni do'kirtib opirib suyib, on deganni to'gi-to'gilab to'shib, g'azatchilarni baqqan ekan. Sodir Qonruxnimi nachiqidim ko'rib chikan. A'loxon sulton mush qishloqdan mozorlarga kelgandimi bizning hojilarimizni yo'qlagan ekan. Qozi dehqonlar tushunmaydigan til bilan so'zlagan bu so'zlarni texmi ta'sirlashtirish uchun Molla Shavkat oxunimdan Pajmurda bo'lgan Qur'onni qanday qilish lozim deb so'ragan To'qilak Shangyo bilan bizning Osmon hojimkan. Molla Shavkat oxunim unda Qur'onni tag'arga serib daryoga tashlab atgulik deganda Manamsa o'zri Pajmurda bo'lgan Qur'on deb oxunimni ili daryosiga tashlaganda tag'arning bir beshin tutganmi Osmon hojim o'zi ekan. degandek tarixiy voqealarni qo'shib qo'ydi. Voy, keldi! deb varqiradi masjid o'gisiga chiqib olgan kaymi toz, to'pchiray ko'rak jo'liq biraylan. Otliqlar kelyapti-da, ana, askitamdan chiqdi. Dehqonlar o'pir-to'pir bo'lishdi. O'ynaqlab turadigan to'ruq ot mingan Abdumarimning begi bilan ko'k ot mingan Suri yomon biri ularga agishib chaparman 105-55lar boshlariga to'pa, shapka kiyishgan otliqlar mahalliga kirib kelishdi.
Ko'pchilik o'rinlaridan turishib, masjid temiga yo'linib, qo'llarini qovushtirib turishdi. Atliqlar to'xtashdi. Qara soqol, xushburun, tepsini cho'ktirib kiyib olgan Mingbegi qancha dastisi bilan egarga tayanib turib, Niyoz begim tunugun kishda nayt xafa bo'ldi. dedi yenidagi so'sar tomoq, ko'k pariji kiyib, bo'yniga ko'k sargozdan sharpa urib olgan sarg'u soqol qanşarliq, ko'zlari surlik, egiz, qatang'ur odamni ko'rsatdi. Muxtar uyda bormi? Yo'q, shaharga ketdi. Xap, dedi iliq surlik odam ochiq bilan. anlab qo'yish xaloyiq. Kimdi-kim gardankarslik qilib bizga yonadikan, uni bog'laymiz, osimiz, so'laymiz, uramiz. Ular g'o'pirilishib janubga yurib ketishdi. Bir quzg'un masjid oldidagi qeri qor yog'ochning shexi qo'nib qaqal dedi. Uning uni boyqa odamning ovozini eslatdi. Alabaytal degan shu. dedi Mira qozi demishchiga tushib ketgan odamlarga boyqa surlik odamni tonishtirib. Biladiğini shu, bog'laymiz, osimiz, so'laymiz, urimizlar. Muxtarboy bo'lgan bo'lsa, qanday qiladikin? Bog'laydi-da, qara, Muxtarboy demasdan, Muxtar deginni uni. Muxtarboy uningdan qo'rqmaydi jumo. U bo'lgan bo'lsa, "Oy, qashqaliq" deydi-da. Deyalamda, demaychi. Bu mahalning xo'jayini beyi himayachisi Muxtarbay ularning nazarida hammadan bilimlik, hammadan cho'ng, hammadan kuchlik edi. Ziyakni nima qilyaptikin? Bog'lab ambarga solab qo'yibdak. Kechilab shaharga akitibdi-dak. Voy bichora. Holvini kim yeydi, tayoqni yetim degan shu. Danni aysa hojilar to'kmisin o, solaqqa ziyak tushsin. Bu chaqda Muxtarbay qorigeri ot ustida xiyol bilan kelmoqda edi. U tunugun kashqurun shaharga yetib keldi. Qoridon masjidining pashtiqida uni bom chiqadigan mazin namoz shamga azon aytayotgan chaq edi. U masjidning udunidagi ho'ylidan beshiga chaqqan salla o'rab oldirab chiqib kelayotgan o'ttir bo'y odamni ko'rdi-da, otdan sakrab tushib salom berdi. Assalomu alaykum, tibsat xalpitim. Muxtarboymisiz? Salomat turdingizmi? Tibsat ismli bu tetik qora soqol odam G'o'ljining Qozikalon xalpiti mutaoli xalpitimning eng yaqin muridi. Bilimi va axloq bilan tonilgan dangliq odami edi. U G'o'jam bilan yaqin edi. G'o'jam bilan ko'rishgili bo'lamikin xalpitim? dedi Muxtarbay xalpitimning qo'lini ching tutib. Nima? Biror ko'ngilsizlikka yo'liqdinglarmi nima? Osha Alabaytal deganning zulmi. dedi Muxtarbay g'azbini yo'shirmasdan varqirab. Kun bermaydigan bo'ldi-ku o qashqaliq. Hay, munu qari do'ngliklarining to'lisi shu. Muxtarboy, bu mahallani gayjon baqidi deganni anglaganmi? Mundaqdan, G'o'jam bugun atdigan ro'zi tambur. Hasan tamburlarni elib, liqqida ikki xodik odam bilan ora o'stanga Qosim Mirobnikiga choyga ketdi. Mirobning 4 tosh tugmini mangan chig'i, shuning xushallik o'xshaydi. Andaq bo'lsa men yanay, dedi Muxtarbay etining cho'lvirini yig'ib turib. Uyga kirib qo'nib ketmamsiz Muxtarboy. Rahmat xalpitim, G'o'jamni Mirobning uyidan topayamsa. U qarigirni yo'rg'iltib, birdamdan jirg'ilan ko'rigiga yetib keldi. U ko'rikning o'qetidagi do'ngga chiqib, etining to'shbeg'ini ching'itdi. Ochi yo'l beshidagi do'ngda turib, o'ng yoqdagi yo'lga qaradi. Bu yo'l cho'nqur jilg'lardan o'tib, Ili daryosini yoqlab, sharq menib, Mo'ng'ul ko'ra, Tekaz, To'qqiztara, Kunaslarga, hatto Sho'tidan o'tib, Muzdavondan eshib, Bay, Aqsular bilan Qashqara xotellarga yetib boradigan cho'ng karavan yo'li. Bu ko'ldirmaliq to'gilar, eshakchilar, bo'ra, shaqshumba, soyivallik karavanlar to'p-to'zitib to'xtamay menib turadigan yo'l. U daryoning o'qida qaradi.
Aş tağının tövinideki sarğuş idirla, çeksiz ketken beydilik, o yer bu yerde qara quru körüngen tarancı yezilleri onunla tonuş. Sopun bulaq, Xoni xaydan çapçal mazarğıca, Cağıstay, Qaynuq, Yalğız yağaş, Qoğunçı yezilleri Məşrəb ve Çaqçaqның kani. Dehqanlar öylerdeki cinçiraq yoruqidan köngüllik oynayışıp, qarangı qishni ötközüdü. Muxtar bayı o yerlerge tolumu amraq. Udulduk tüzlənlik, muş toğraqdan tartıb, yamut ağıcı bolğan kәңzimin ularının mın beyliki. Neçə yüz yıllardan beri derya boylardaki yarlıq, jangal ormanlıqlarının panaq tartıb olturup kelgen tarancılar bu kәңziminnin hocayini igisi. Nemişki bugün bu yerge Qashqardan chiqqan Abdumarimning begi bo'lib oladi. Aqsudan chiqib Do'tayning yoliqini yalab cho'ng bo'lib olgan Alabaytal zo'rluq, zo'mbo'liq qilib uning qarindoshlarini bog'lab urdi ha. Uni ozdab kolxoz bo'lishdan qo'rqib Rasiyadan qochib kelgan chilakchilar, g'oljatliqlar, katmanlik, pushkakliklar texi Taranchi bey Muxtarbay bilan shangyo'liq talishudi ha. G'ojam o'z puhralarga nemishqiga bo'lmaydi. Muxtarbayning o'ylagan siri g'azbi o'rlab, kimnidir tillig'isi urg'isi keladi. U o'zangini dasab, etig'i sakrab mindida to'pchonliq karvon yo'liga emas, yer yoqilab ketgan yolg'iz harv yo'li qartib devetdi. Oldidagi yeza ruslar joylashgan to'g'roq yezisi. Ular tugman beqib, beliq tutib, hasal haris qilib G'uljining suv yaqinlari büyük daraxtlik jilg'ilariga o'ginib qilishgan. 1881-yili ular yurtlari qaytib ketishgan edi. Lekin Char podshohi og'dirilgandan keyin Eliga yana qochib kelishdi. Hozir ularning bir qismi bu ikki yezining qantin chaqmoqda. Bu yerlarda tavuz shundoq o'xshaydi-ki, pichoq bizi tegar tegmayli yeriladi. Yesang tilni yoradi. Ruslarning ishtlari atning ustidagi odamga hurkiraydi. Bomba saqalliq bovaylar, kang ko'nglik kiydigan yo'g'on qo'rsoq marjankilar ishtlari bilan faxrlanib qaqoqlab kuladi. Texi ularmi Taranchi yerining xo'jayini. Shahardagi anjalliqlar bilan no'g'aylar taxtayliq, aynak darizilik uylarning egallari. Ular sodigar, do'kondor, uqumushliq amaldor. Nagili qarasa taranchiga kun yo'q. 4 tal bug'doyni terib qo'yib, yezicha soydi yetib, cho'ng gap qilib, qarg'a milab oshliq yig'ib topgan targini danga cho'p uniga tutib berib, shillisini qo'rib yurgan. Yo'q, Muxtarbay taranchilarni uyg'otdi. Bu kang zaminning xo'jayinlarining ko'zini ochdi. U to'g'roq ruslarning ishlarini qamchisi bilan urib, Açqını chiqarib, tövanki to'g'roqning dangliq buloqi yanida atdan tushdi. Muzdek buloq suyini uchumdab ichdi. Ondan etig'i minib, so'l tarafidagi qiyri qari yog'ochlar orasida qator-qator turishgan rus uylariga qarab tukurdi. Qara, uylarining o'gzillarimi qozoqning kigiz uylaridek ushliq. Arvalarimi to'rt chaqiliq texi, muddu uzoqdan qochib chiqqan juhudlar. O'z yeringa sig'may bizning yerga qochib kelishdan. Senlerinin padişahın g'olimigan bo'lsa, Rusiyaliklar bu yerga kelib, men bilan chang yo'liq tarishatdimi? Hamma balo qazoning kativish sen yo'qliqlar. Bu yerda amni chumulidek tez ko'payib, o'zingning Char podshahingni tiklamsan dexe kim biladi. U etini o'yna qilib, kang sasliq chiqdi. U yerda qozoq molchilar mol beqib yuratdi. Mush qozoq degan bo'ldigan iqlimkan. Melingni baqidu, na yeringa, na sharinga ko'z qirin solmaydi. deb o'yladi u o'zicha kulib. U ko'z bog'lanqanda Buloqbeshi mahallasiga yetib keldi. Döndü tushib qarsu yaxlab ketgan yo'l bilan kun petish qarab mangdi. Jimjit kechidan tugman chaqiratmasi gurkiraydi. Tugman teshining ovozi taqildab anglanib turadi. Pa, suvni so'zlatgan mirab deb o'dinshidi u. Qari eriq deb ataladigan suvga chiroyli ko'rik selingan. U ko'vrikka qarab turgan kungay darvoza oldida otdan tushdi.
cho'ng darvozaning yanidagi kichik darvozadan bir odam chiqdi va salomdan keyin Muxtarbayning etini oldi. Taza muqam aytyapti Ro'ztambir. Dedi malay otni yetiliganicha cho'ng darvozaga mengib. Cho'ng bo'yliga chiroq yiqilgan edi. Suvmay to'ldirilgan qora chiroq o'ylini g'uva yo'ritib turardi. Darvozaning so'l tarafidagi uylar kirson lampasi bilan yo'rg'an. Uydan yolg'iz kishi aytayotgan muqam anglanatdi. Mungluq ammo gaplari tushuniksiz bo'lsa-mu, oyatdek ta'sirlik muqamlarni Muxtarbay ko'p anglagan. Muxtarbay muqamchining nimalarni da'vatganini bilmaydi, lekin uning tamburi bilan ohangiga amroq. Bugun nim bo'ldi-kin? Muqam uningga texmi ta'sir qilmoqda. Uning yig'lig'isi, varqirg'isi, yaqinlarini yirtqisi keldi. U dalonga kiribla putining uchida dassab, supining girvikida o'ltirdi. Gilam silingan yo'g'on uy mehmon bilan to'lgan. Yuqorida lastik yekandazlar ustida mamuq yostiqlarga tayinib, Hekimba xo'jam o'ltiradi. Uning yanlarida shahar boylaridan bir nechisi, bersida yezi boylari, muqam murtlari va tinshug'uchilar boshlarini sangiltib o'ltirishadi. Muqam bi bilan oxirlashdi. Dutar bilan dab tamburga agashdi. Ro'za tambur, Hasan tambur va naqshchilar bar ovozi bilan naqsh aytdi. Har kishining dardi bo'lsa yig'lasin yara oldida, qolmasin ko'nglida armon balki izhori oldida. Muxtarbay nichildab yig'lashga boshladi. Uning dardi ozmi? Uning sababidan Rayhongul vaqtsiz g'azan bo'ldi. Uning eri boyning faxrlanadigan odami Ziyovuddin bog'landi. Ularning cho'churidek ballari qari yetim bo'lib, churqurishib yig'lishib qaylishdi. Alabaytal degan kelgundi hukumat yoyilarini boshlab yurib, uning odamlariga go'laydi, qamchi shiltidi, po'pozi qildi. Hech kim uning yig'isini tinchimadi. Muxtarbay dardlik bo'lmay, kim dardlik bo'lsin? U yig'lamay, kim yig'lasin? Yig'lama, voy, dedi biri uni illiq papalab. Yaxshi gapsan. Ye, xo'jamning yeniga o'ltirg'izib qo'yay. U papiligichiga qaradi. Uning oldida engishib kulimsirab turgan odam Soyibxon Qosim Mirab edi. Qari soqol, oq yuz, gavdalik kelgan bu odam G'ulji vodisidagi Ari O'stang, Bayto'qay O'stang, Ko'sin O'stanglariga xo'jayinlik qiladigan, atiyozda choptirib, latqalarini tozlatqizib, chechak suvi kelishdan burun Qosh daryosiga buq qo'yg'izib, turmal akirgizib, suv bog'latqizib, hamma yurtning g'o'l eriqlariga barobar suv berishga kepillik qiladigan Adil Mirab mana mushi edi. Soz to'xtash bilan tang Muxtarbay uyiga kirdi va hamma odam bilan birma-bir ko'rishib, ikki qo'li bilan ularning qo'llarini tutib ahvollashib chiqdi. Xo'jamning yeniga berib yekandoz ustida o'ltirib, xo'jamni duoga taklif qildi. Xo'jam duo qildi. Ko'pchilik duo qilib bo'lgandan keyin G'ulji chaqchaqlari Muxtarbayni chaqchaq mo'ldir bilan kutib oldi. Yerjon to'nglimayli jangoldin tuzga chiqibsan qo'y. O'rislar ko'rib qolmaganda, ha? Layqi bir leg'ini vasi o'q o'tmaydi jimo. Ayolmiq tasda tungan qashqashda kirgan o'ris tankisi mushimiya. Qovun markaz qilingan chaqchaqlarga Hekimba xo'jam teliqib kuldi. Muxtarbay dastlab terikdi. Biri uning laqimini aytsa, u hamish terikatdi, lekin hozir terikib tankilanmaydi-da. U xo'jamga agishib, zo'mzo kuchunib kuldi. Xo'jam qatong'ur, o'riqroq, qanşarliq, sarg'ush, qora soqolni chiroyliq chekib, burtiq ulashtirib, dugilak chambar hosil qilib olgan. Tishlari oppoq, ko'zlari chiroyli odam edi. U har qatam qaqoqlab kulganda, butun uydagilar uning kulkisiga agishadi. Muxtarbayning nazarida bu odam eli taranchilarining pasiboni,
himoyachisi hisoblanadi. Uning Chuluqay yezisi, Shohliq yezisi qatorliq yerlarda yanchillari bor. Bu yanchillarning hammasi taranchi. Uning cho'ng buvisi Musagung, Uranzib, Mazamzat, Buva xo'ja va ismini Muxtarbay bilmaydigan oti buvlarining hammasi taranchilar edi. Taranchilar Mazamzatni Manjularning qamoqxonasidan qutuldirib olgan. Manjularning sepillarini buzib, tuxumini quritib, bu yerdan haydab o'tgan. Shu chaqlarda Muxtarbayning buvisi Alaxon palvonga agishib, Bayonday sepili hujum qilgan. Sadir palvon laxmi ko'lab sepil ostiga do'ri akirganda, Muxtarbayning buvisi Sadir palvonga laxmi ko'lishib bergan. Rahmati dadasi Osman Hoji har yili Nuruz vaqtida Molla to'xti yuziga berib, Sadir palvonning ruhiga atab nazr qiladi. Xudoyim buyursa atiyozliqqa Muxtarbaymi shunday qiladi. Ha, gap qil Muxtarbay, dedi Qosim Murab muloyim ovoz bilan. Nimindaq hammasini seni challaydi ha? Bir cho'nchay berib, laqimingni yangishli ver. dedi Ro'za Tambur. Bug'doy o'ng inchki burutliq odam oldirmay gap qilib. Qandaq dedim? Xo'jam, sizlar buningga bir laqam qo'yib beramli-ya. Sangama? dedi xo'jam muloyim inchki ovoz bilan kulib turib. Laqam qo'yish Xizirning ishi deydi ekan emasmi? Xizir dardmanga yo'l qamish, dedi semiz bir chaqchaqchi yenichi yon boshlab yetib. bu og'ina devoni mahallasida 3 kunlik amin deb o'tirsa cho'qim Xizir alayhissalom kelib yo'liqadi. Yo'liqadigan bo'lsa 3 oy desim o'ltiratdi, dedi Muxtarbay. Dardim ichimga patmayotdi xo'jam aka. Bu Olbaytalning alimi. Qavan deganmi Baytaldan qo'rqamdigan, dedi yana bir chaqchaqchi gapni kulgiga aylantirib. Ikki nayzang bilan qarnini yerib atmamsa. Lekin bu qatim xo'jam kulmadi. U Muxtarbayning g'amkin holiga qarab, uning bir ish bilan o'zini izlab kelganini bilgan edi. U beshini langshitib qo'ydi. Nerin yeyilib bo'lib, sinchay tortilgandan keyin Muxtarbay xo'jamga hol aytishga boshladi. Xo'jam lavay deb beshini langshitib angladi. Muxtarbay gapining oxirini Bu Qashqaliq bilan Rossiyliklarning dastidan bizga kun yo'q bo'ldi-ku xo'jam. O'zlari egi bo'lmasalar kunimiz tas, dedi. Xo'jam beshini langshitib qo'ydi. Ulardanmi yamana botexe, dedi u. Qashqaliq, Rossiylik davamanglar, ularmi biz haqqo. Muxtarbay kechilab qaytib keldi. U mahallasining chetiga kelganda yo'ruq tushgan edi. U mahalning sirtidagi qabristonlikka keldi. Alhamdu bilan otdan tushib, to'pisi yangi qabrining beshiga eg'ir qadam bilan kelib, zungziyib o'tirdi. Qarindishim, dedi u Rayhongulning qabrisidan bir siqim to'pini elib ko'zlariga surtib. baliqlaringni o'zim ega, xotirjam yot. Men gunohimni yo'yman, o'zimni oqlayman. Qilgan atganimni tugishga tugib, biriga lamjim demay u dunyoga elib ketdi. Dunyoga to'rilib sana o'xshash bir isil odamni ko'rmadim. Ziya kuchut ota-onangdan kechdim. Meni deb jiningdan kechdim. Boshqa biri uchun o'zini o'tqa tiqadigan odamning borligiga meni sen ishondirding. Tova, qurban berishdiz nemikin deydim. Tegi yetgandim o, ishonmagan edim. Sen meni ishondirding. Anglavatqaninglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. U alqinda seg'iz to'pini mechib, bo'qildab yig'ladi. Uning xiyol ekranda boshqa biri uchun jon berishning ulgusi bo'lgan bir go'zal ayol paydo bo'lgani tufayli vujudi shurkinib, yuragi o'ynadi. Xotin kishi ha, dedi u o'z-o'ziga. Qancha xotinning qo'yniga kirdim.
ishik mujuqlarini qo'mirib uylariga kirsam, mening Muxtarbay ekanligimni bilib, g'ing-ping qilmay meni rozi qilishgan shu xotinlarni elivatgan tirniqimga olmaydim. To'nglikdan potlarni ulab, esilib tushib qo'yniga kirsam, meni deb tartgan jafoyingiz uchun deb meni chin quchoqlagan yosh kelinlarni qul o'rnida dushkalaydim. O'rislar Zaynavuddin Shangyoni Mas'ud apandining urug'san deb atqanda, xotin yugurib chiqib, o'g'limni otding, erimni otding, voy kofirlar, menimi ota deb o'qi o'zini tutganda, hamma xalq uni qahramon ona deyishdi. Men ichimda kuldim. Küçük üçün qancaqmı adamga etiladi. Mekiyan jinida chuyjis üçün it qaytiladi. Qancaq bilan Mekiyanmi baturmi degan edim. Öz beshiga kelmagichi bilmaydigan kishi. Oshiq bo'lmoq oson emas. Azizjondan kashmigacha degan naqshini Abduvali bilan zikrning ajabi mo'ngluq aytqinni ming qaytimlab anglagan. Ammo mat qilib qo'ymagan edim. Bu qitim Qasim Mirabning mehmonxonasida bu naqshini anglab ko'nglim buzilib yig'labdi mana. Hocam sezgirda, voy Muxtarbay, darding bor o'xshamamdi ulavay, deydi u texi. Ma'sum Shangyo, Baham Shangyola gipining tegi yetdi. Shon qaqaqlashib kulishdi. Pa, bizning baylarimizning mashrablari nimandaq karomat. Hocam chig'ida Pashab begiga bo'ysunib, yaktiz o'ltirdigan ha. Menmi 100 begi bo'lmasam bo'lmaydi ekanda. Hammasala 100 begi, 1000 begi, paloni bay, pukuni bayzode. Birliman Muxtarbay. Men qanchalik bay? 70-80 qo'y yer qanchalik bayliq. Bir qo'y yer, bir qo'y degan so'z. 200 qo'yga 80 qo'y qo'shilsa 280 qo'y. Atkala, bag'varalarim qo'shilsa 500 qo'ymi bo'lsin? Hay! Taranchilar ko'ranglaymiz uyu, holimiz chaqliq. U shivaq ustiga qiysaydi. Uning osmondagi to'lin oyga ko'zi tushdi. Ay poyansiz osmonning xo'jasi. U asta sayli qilib poyansiz osmonni kezdi. Uning na dushmani, na raqobatchisi yo'q. Uningga na o'lim vahimasi, na boylik, mansab vasvasi yo'q. U g'amsiz, mushaqqatsiz, vahimsiz. Odamlarmi shundoq bo'lgan bo'lsa, dunyoda yig'izari, ko'z yeshi, judolik degan narsalar bo'lmasa, hamma yerda hur parilar bilan sho'x arlarining muhabbatilar bo'lsa, u xo'rak tortishga boshladi. Uning eti qabrlar orasida shivoq qora bidlarini oshko'zlik bilan yeb, yangi tongni kutib oldi. Attiganligi Rayhongulning opasi qizining qabrisiga kelib, ajoyib ko'rinishni ko'rdi. Muxtarbay Rayhonning qabrisini quchoqlab dum yotadi. Jimjit qabristonlikda qattiq xo'rakdan boshqa ovoz yo'q edi. Xo'rak to'li yig'lab ovozi bitib ketgan odamning nolasi. Faryodi va alimiga tankash edi. Ana qirqirgan ovozi bilan qizining qabrisiga yuzini yiqib yig'ladi. Jinim balam, yuragimning paris qizim, Rayhongul. Qarigir ot egisining atrofida o'tlab, orlab, yeri chapchib kishnab qo'yib, egisining muhofazatchiligini qilmoqda edi. Bu ot bu yil 9 yoshda. Uning 4 yosh vaqti ajoyib xotirlarga guvoh. Shu yili, ya'ni 1933-yilning kuz kunlarining birida Tungan Qashqash bo'pti degan xabarni shahardan ko'tak harviza qaytilgan Chapdara baytalni o'kirang tashiltib qaytib chiqqan Zoliya Kaska ismli odam uyma-uy kirib hamma odamga yetkazdi. Shu chaqda Tungan Qashqash deganni bilgan dehqonlar keyinchi bu ishning ma'nosini bilishdi. Elining Haqani Jang Piyuan Shangdobanning askarlari bilan so'qishib, Sandu Xeziga chiqistab borganda Sovet askarlari Shingsayga yordamlashib kelib, Jang Piyuanning askarlariga zambirak, tanklar bilan hujum qilib, abchiqini chiqardi. Jang Piyuanning askarlari pitrab qochdi.
bir qismi muzdavandan oshiman deb to'nglab o'ldi. Yana bir qismi Nilqining yuqorisida tog'dan eshib qochmoqchi bo'ldi. Jang Piyuan shu safarda Iroqdagi top yilqini ko'rib, askar deb o'ylab qo'rqib o'zini etib oldi. Shu chaqda Jang Piyuanning Tungan yeni Van Qadir, Zazaza, Lever, Taysoxun degan Tungan boylari bilan birlashib, G'ulji shahrini egilib olib, Turpan, To'qsun, Pichanni besib yotgan 20 ming askarning beshi bo'lgan 22 yoshlik Ma Jungyin bilan birlashib, butun Xinjiangda Tungan hukmronligini tiklash uchun qo'zg'alon ko'tardi. Ular G'ulji shahrini bir necha kun so'rdida, qo'rg'asdan Sovet ittifoqining Tarabag'atay qismlari hujum qilib kirganda, tanklarga qarshi palti ko'tarib, zambarak tayoq to'qmoq bilan taqobil turib, tank kelmagandan keyin Ili daryosini bo'ylab sharqqa qarab qochdi. Mana bu qochish Tungan Qashqash deb ataldi. Ana shu Qashqashda Tunganlar yo'l bo'yi o'rislarni etib, ot, un, go'sht bulab mangdi. Bo'libmi yaxshi otlarni bo'ladi. Muxtarbay shu kechisi Shag'liqdan mahallasiga bir boyning kelinini ovlash uchun tushdi. U tumlikdan arqonga esilib tushmoqchi bo'layotganda miltiq ovozi anglandi. Miltiq bu yerga yo'chun. Uning ovozi go'yo Jettalning narisi. İştlar havışıp qo'rovlarini cho'rgilashdi. Qeyrilari afsun o'qib balalar chirqirashdi. Go'yo mahallaga Jettal kelgan. Baxtsizlar uning qo'liga tushdi. Uning qo'li dajoyiki vaylon. Muxtarbay qechishga ulgurolmadi. U kala eg'lig'i kirib, qarigir etini bir jup sapan o'kizining o'tirsig'iga bog'ladi. Ondan otni yo'piqtab, beshiga yolg'on minguz yasab kiygizib, o'kiz qilib qo'ydi. Ondan o'zi bir ko'rak juvoni kiyib, malay qiyofati kirib oldi. Tunganlar o'ylaning darvoza g'o'rullarini o'rib chiqib, o'yma-o'y kirib, yaxshi ot, non, go'sht chiqa deb varqirashdi. Uzun miltiqlardan qo'rqqan dehqonlar ularning deginini qildi. Kichkina mahalning o'tirisidagi masjid oldidan birdamdala yarog' otlar, un, go'sht, non ortilgan ot o'kizlar to'pi paydo bo'ldi. Beshiga tulka tomoq kiygan, yog'oq jo'liq 3 nafar Tungan yigit Muxtarbay o'kizga o't silayotgan eg'ilga besib kiradi. Otbami? Öküz ba. Naq shu chaqda qarigiri yot ovozdan urkib, yer chapchib qattiq kishinyapti. Öküz at? Dedi Tungan qarigirining o'qirig'i kelib. Biri Muxtarbayga miltiq tangladi. Muxtarbay: "Men malay, men at boqar," dedi. "Ma," dedi Tungan uningga miltiq tanglab. Muxtarbay qarigiriga agishib masjid oldiga chiqdi. Ondan keyin Tungan askarlarining oziq-tulik karvoniga qaytilib, Yamu tog'iga qarab sharqqa yo'l oldi. Keyincha Ili daryosining shurmal eqib turadigan kechkidan otga minib o'tib, Sarochin Tamta yezillarini bulab mangan alamandan qolmasdan birda piyoda yugurib, birda o'kizga minib, o'shkilik teg'ining qorliq, qarag'ayliq davolaridan eshib Tekas bozoriga keldi. Tekasdagi bulonchilikning guvohchisi Tunganlarning ot boqari bo'lib olgan ko'rak jova, teshi yo'q to'pik kiyib olgan Muxtarbay qarigir etini deb shu japoni tortgan. Uning eti hozir Tungan qachoq boshliqining ostida. Atning egar jabdoq, kumush shaldirmilari, qushqun, o'zanga bog' uyganlaridagi qimmatli toshlarmi hozir Tungan boshliqning. U kechillarla atqa yem bergan bo'lib, qarigirning yangoqlariga yuzini yaqalaydi. Atning yoyili, kukulilarini barmoqlari bilan tarab, dumba, yota bo'yinlarini muhabbat bilan siypab tatalaydi. At jonivar egisini yenishlab puraydi. Ular uzoq safarda kunlarini ashundoq o'tkazdi. Mong'ol ko'raning Shota yezisidagi bulash oxirlashgandan keyin Shota degan g'ol bilan janubga, Muzatga qarab mangdi. Tunganlarning nimalarni deyishganini Muxtarbay nadan bilsin. U ot beqish, o't qalash, o'tin terishni biladi. U qechib ketalaydi, lekin u qarigirni tashlab ketolmaydi-da. Otni elib qechishning zodi yo'li bo'lmaydi.
To'ngan askarlar Seg'izxondan sərgək. U shu turqi dum yetib dum qopib, lay qori suvlarni kechib muz davonga yetib boradi. Tiqqarliq cho'qilan qarsa yurak og'adigan cho'nqur sayla, otliq odam bilan bo'ylashadigan qori dövillari. Bunda qo'rqinchli joyni Muxtarabay umrida ko'rmagan. O'rlagan sari yo'l taraydi. Mushkulat ko'paydi. Muxtarabay bilan billa shotidan yo'l boshlig'ichi qilib elib olgan yana bir oqsuvliq matochimi bor. U bu yo'lda eshak, qechir bilan to'lamang'achqa hamma yerni obdan belatdi. Uning ustiga orqadan qo'g'lab kelayotgan rus askarlari yiroqda. Balki shota g'o'liga kirmagan ham kirmaydi. Qo'g'lashdan qutulgan tungallarmi endi ancha oldirab ketmadi. Qarg'ay ostillarida mal so'yib, qazon esib to'yg'ichi yeb, namozlarini o'qishib, oldirmay mengishmoqda. Muzdavan yaqinlashdi. Bu yerda na qarg'ay, na tuz yer yo'q. Hammali joyi qariq muzliq cho'qala. Yo'lda faqat bir-biridanla mengishqa bo'ladi. Otlar odamlarning orasida ming'atdi. Azraqli bexastalik qilib bir qadam xato besilsa, tik cho'qlardan tagsiz hanglar qarab uchidigan gap. Yo'l boshlig'ichi Xudoning judunsiz kunni tanlab muzdavandan eshib taklifini berib edi. Tungan boshliq qarsaqal qapqi yomon odam. Mal! O'lgan o'lib qolgani qala! Dedi sap Uyg'ur talada. Bir-biriga olishib mangan uzun karvan ana ashunda xatarlik yo'l bilan muzdavandan oshmoqda. Yeridan yiliga miltiq ovozi anglanadi. Bu odam yoki uloq g'ulidi degan signal belgisi. Qarsaqal boshliq shundaq degashga har bir qozoqqa bir qitim miltiq etilatdi. Qarsaqal qarigirning oldida. Eng oldida matachi bilan ikki muhofizatchi. Qarsaqalning keynidimi ikki muhofizatchi bor. Ularning keyniga Muxtarbay kirib olgan. Uning asxiyoli qarigirda edi. Odamlar ba'zi joylarda o'milib mang'atdi. Ba'zi joylarda yo'l boshlig'ichi qo'lidagi ko'rak bilan qor ko'rab yo'l ochadi. Cheksiz ketgan qatma-qat qorliq cho'qilar, tikyar hanglarning soni yo'q. Muxtarbay hayotida bundaq mushkulchilikni ko'rmagan. Ömrünü at oynatib, xotin qizlarni ovlab o'tkazgan boy bolasi jahonda mundaqmi mushkulat bo'larini xiyoliga keltirmaganda. Uning na yigini, na arami, na uyqusining tayini yo'q. Butun g'ami jinida. U hayot qilishni, qarigirning hayot qilishini o'ylaydi. U necha qatim kechalari etining bo'ynini quchoqlab buqildab yig'ladi. Lekin u etini tashlab qechib ketishni hayotidagi xoinlik deb o'ylab, o'lsa ot bilan belni o'lishga o'ziga qasam bergan edi. Bir qush kak 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 qilib qo'rqinchli sayradi. Yo'l boshlig'ichi shu hamon to'xtab, "Yomon bo'ldi, shivirg'an chiqadigan bo'ldi" dedi. "Nima?" Qari saqal uning shipqadi. "Olay sayridi, judun bo'ldi do'tay." "Qandaq judun? Qattiq shivirg'an, ko'z ochqili bo'lmaydi, mangmaq tez. Tursaqchi, qarg'a ko'milib ketib qolamiz. Ams qandaq qilamiz? Biz hozir og'rodiga keldik", dedi yo'l boshlig'ichi tez so'zlab. "Bir osh pishim o'mirsak davondan aşağılaymiz. O'mila!" Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali.
bilmaganni bilqutun bil. Bilqut xazinasi